Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görülmənlər. İstiqlal gündəlik xəbərlərini görüşünlərini qızğın qarşılayırıq. Mən Abdullah Yalqın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibi ilə əlaqədar ən mühim xəbərlərini huzuruna sunumuz. Qənəmizdə xəbərlər ekranımız olsun. Xitoy məxsus fondi təsis qilib oqqullarni ko'plab yerləşdirməkdə. Xitoy rejimi atalmış ixtisosliklarni kirgizish nomida 10 milliard yuanlik atalmış Şinjan ixtisosliklar taraqqiyot fondini ta'sis qilgan bo'lib, bu fond orqali Sharq Turkistonga Xitoy oqqullarni yerlashtirish salmoqini davomli kuchaytirmoqda. Xitoy tashviqot organi Tangritog to'rining 4 yanvardagi xabarda bildirilishicha, Xitoy 2022 yili 10 milliard yuanlik atalmış Şinjan ixtisosliklar taraqqiyot fondi ta'sis qilgan bo'lib, 2024 yili atalmış Şinjan ixtisosliklar taraqqiyot guruhi cheklik mas'uliyat shirkati qurilgan. Buğda ko'li talantliklarini kirgizish planida Xitoylarni Sharq Turkistonga yerlashtirish turidan 3 yil yangidan ta'sis qilingan. Bu doirada Xitoy o'lkalaridan pensiyaga chiqqan bir turkum Xitoy oqqullarni Sharq Turkistonga yerlashtirgan. 2024 yili 20 noyabr ochilgan atalmış Şinjan fan-texnikada yangilik yaratish yig'inida Xitoy amaldorlari ma'arif, fan-texnika, ixtisosliklar ishlarining taraqqiyotini bir gavdalashtirib olg'a siljitish kerak. Yangilik yaratish tipidagi ixtisosliklarni yetishtirishni kuchaytirib, 10 milliard yuanlik ixtisosliklar taraqqiyot fondidan yaxshi foydalanib, jiddiy ehtiyojli yuqori darajali ixtisosliklarni kirgizish, yetishtirishni tezlatish, yangilik yaratish tipidagi ixtisosliklar qo'shunini tarbiyalab yetishtirishni tezlatish kerak deb bildirilgan. Buningga mos qadamda Xitoy tashviqot vositalari Sharq Turkistondagi har qaysi viloyat, shahar va oblastlarda turli nomlar bilan Xitoy o'lkalaridan Xitoy oqqullarni taklif qilib, Sharq Turkistonga yerlashtirish harakatini alohida tashviq qilgan. Yaqinqi yillarda Xitoy rejimi Sharq Turkistonda yezi kanatlardagi dehqonlarni har xil vositalar bilan terilg'u yerlarini hamkorlik kooperativiga o'tkazib berishga majburlagan. Ondan yerlardan ayrilgan dehqonlarni atalmış eshincha emgakchilarni yo'tkab ishga o'rinlashtirish nomida Xitoy o'lkalariga surgun qilishga sharoit hozirlagan. Orqadan har xil nomlar bilan Sharq Turkistonga Xitoy oqqullarini ko'plab yerlashtirgan. Kuzatuvchilar Xitoyning Sharq Turkiston xalqini keng ko'lamli tutqun qilish, majburiy emgakka selish, surgun qilish, qirg'in qilish qatorliq vositalar bilan Sharq Turkiston zaminini to'liq yutib olish, butunlay xitoylashtirishdan iborat razil maqsadiga yetish uchun alohida yuqori ta'minotlar, turli nomlar bilan Xitoy oqqullarini ko'chirib kelish harakatini izchil davomlashtirayotganligini va davomli kuchaytirayotganligini bildirishmoqda. Amerika tor hujumiga chetishliq Xitoy shirkatiga jazo yurgizdi. Amerika hukumati Xitoyning Yongxin Jichong texnika guruhini yomon g'arazlik tor hujumi qo'zg'agan guruhlarni qo'llash bilan ayblab jazo yurgizganligini e'lon qildi. Amerika vazining xabarida bildirilishicha, Amerika hukumati 3 yanvar Xitoyning Yongxin Jichong texnika guruhiga qaratilgan yangi tor bexatarlik jazosini e'lon qilgan bo'lib, Amerika Moliya ministrligining tor betida e'lon qilingan bayonotda mazkur shirkatning amerikaliklarning kompyuterga ko'p qatim hujum qilib kirish harakatiga chetilganligi qayd qilingan. Amerika Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi shu kuni mazkur Xitoy shirkatiga yurgizilgan jazo haqida bayonot e'lon qilib, bu shirkat Xitoy Kompartiyasining cho'ng huddigar shirkati bo'lib, Xitoy bexatarlik ministrligi bilan munosabati bor degan. Ilgari g'arb allarining amaldorlari Beijingga joylashgan mazkur shirkatni Zig'ir Tayfun bo'rini deb atalgan Xitoyning cho'ng xakerlar guruhining parda orqasidagi planlovchisi deb ayblagan edi. Amerika Moliya ministrligining bayonotida Xitoyning yomon g'arazlik xakerlari Amerikaning davlat bexatarligiga eng aktiv va izchil davomlashgan tahdid bo'lib kelmoqda. Ular Amerika hukumat sistemasini davomli nishon qilib keldi. Bu hujum yaqinda yuz bergan Moliya ministrligining uchur texnika ul aslahalariga hujum qilishni o'z ichiga oladi deyilgan. Bayonotda yana Moliya ministrligi qilchi ikkilanmasdan yomon g'arazlik xakerlar va ularning qo'llovchilarini qilmishiga mas'ul bo'lishga majburlaydi. Amerika qo'lidagi barliq qurollarni ishlatib bu tahdidlarni yengib chiqadi. Shuning bilan birga biz hukumat va xususiy egilikdagi tor mudofaa ishlarini kuchaytirish uchun davomli tirishimiz deyilgan. Federativ tekshirish idorasining boshlig'i Kristofer Vray bultur tor bexatarlik yig'inida qilgan so'zida Yongxin Jichong shirkatining ko'rinishda uchur texnika shirkati qiyofatiga kirib olganligini, ammo uchur to'plab Xitoy bexatarlik organlariga ta'minlaganligini bildirgan. Tashkilotlar birligining 2025 yillik kengaytirilgan shura yig'ini o'tkazildi.
Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligining 2025 yillik 1-navbatlik kengaytirilgan shura yig'ini Istanbulda o'tkazildi. Shura yig'iniga har qaysi tashkilotlarning mas'ullari, vakillari, akademiklar, ulamolar va jamoat arboblari bevosita yoki to'r orqali ishtirok qildi. Qur'oni Karim tilovati bilan boshlangan shura yig'inida oldi bilan Tashkilotlar Birligi raisi Hidoyatullo O'g'izxon ichilish so'zi qildi. U oldingi bir yilda Ukraina, G'azza va Suriyadagi zo'r voqealar va o'zgarishlarning Sharq Turkiston davosiga ko'rsatgan ta'sirlari, Xitoyning har qaysi davlatlardagi kuchini zo'raytirish urinishlari haqida to'xtalgandan keyin Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligining oldingi bir yillik xizmatlarini xulosalab o'tdi. Jumladan Hindiston va Malayziyadagi Sharq Turkiston davosi uchun ochilgan yangi sahifalar, Milliy birlik shurosiga bir qism davlatlarning yuqori darajalik amaldorlarining qatnashib muhim so'z qilishi, yoshlarni tarbiyalash programmalari, birlik tashkillagan namoyish va faoliyatlar, Turkiyada yashayotgan Sharq Turkiston xalqining fuqarolik, iqomat va bexatarlik masalalari haqida ko'rsatilgan tirishchanliklar haqida to'xtaldi. Arqadan Tashkilotlar Birligining tashqi ishlarga mas'ul muavin raisi Nurmuhammad Turkistoniy to'r orqali so'z qilib, Xitoyning islom dunyosida kunsiri kuchayayotgan ta'sirini tilga olib o'tdi va Tashkilotlar Birligi tashqi ishlar bo'limining xizmatlari va rayon xarakterlik planlari haqida to'xtaldi. Arqadan Tashkilotlar Birligining ichki ishlarga mas'ul muavin raisi Luqmanjon muallim oldingi bir yillik xizmatlari haqida doklad berib, ichki ishlar bo'limining Turkiyada yashayotgan turli jihatlardan qiyinchilik tortayotgan Uyg'urlarni yo'qlash, holidan xabar olish, tutib turish o'rnidagi Uyg'urlarni ziyorat qilish, masalalarni hal qilish, iqomat va fuqarolik masalasi qatorliq jihatlarda ko'rsatgan tirishchanliklarini bayon qildi. Arqadan Tashkilotlar Birligining ayollar va bolalar xizmati mas'uli Munavvar Uyg'ur xonim, moliya mas'uli Nizomiddin Tamkini va bosh kotib Abdurashid Amin Hoji ayrim holda oldingi bir yillik xizmatlar haqida tafsiliy doklad berdi. Arqadan Katibat hay'ati a'zolari Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligining 2025 yillik xizmat plani va nishonini navbat bo'yicha tunishtirib o'tdi. Tashkilotlar Birligining xizmat doklati va yangi planini tunishtirish oyoqlashgandan keyin Sharq Turkiston ulamolar birligining muavin raisi Sirajiddin Azizi Istiqlol televiziyasining qurilish nishoni 16 yildan buyon davomlashtirib kelgan turli xizmatlarni tafsiliy bayon qilib o'tdi va Istiqlol televiziyasi navbatda duch kelayotgan qiyinchiliklarni va hal qilish chorasini o'ttirg'a qo'ydi. Shura yig'ini oxirida Tashkilotlar Birligining oliy maslahatchilaridan Burxon Kavunju, İlyas Saqa, sobiq parlament a'zosi professor doktor Jalal Arbay, jamoat arbobi Abduqodir Yapjan va boshqa yig'in ishtirokchilari fikr takliflarini va ko'ngil so'zlarini o'tirg'a qo'yishdi. Hamas Isroiliya bilan urush to'xtatish vositalik suhbatining qayta boshlanganligini bildirdi. Falastin Islomiy qarshilik ko'rsatish harakati Hamas Qatarning poytaxti Dohada Isroiliya bilan G'azzada urush to'xtatishni tema qilgan vositalik suhbatning qayta boshlanganligini e'lon qildi. Turkiya ovozi radiosining xabarida bildirilishicha, Hamas yozma bayonot e'lon qilib, Dohada vositalik suhbat qayta boshlandi. Bu qatimliq suhbat to'liq urush to'xtatish kelishimi, ishg'oliyatchi kuchlarning G'azzadan chekinishi va yurtidan ayrilib qolganlarning uylariga qaytishi qatorliqlarga markazlashidi degan. Bayonotda yana Hamasning samimiy va ijobiy pozitsiya bilan Falastin xalqining talablarini ko'radigan holda qisqa vaqt ichida kelishim hosil qilish uchun tirishayotganligi, kelishimning nishonining Isroiliyaning G'azzadagi irqiy qirg'inchiligi va irqiy tozalash urushini to'xtatish ekanligi qayd qilingan. Tunugun Isroiliya suhbat o'makining Hamas bilan vositalik asir almashtirish suhbatini davomlashtirish uchun Qatar poytaxti Dohaga boradiganligi bildirilgan edi. Isroiliya bosh ministerlik mahkamasi axborot ishlari ishxonasi yozma bayonot e'lon qilib, bosh minister Benyamin Netanyahuning Mossad va armiya amaldorlarini o'z ichiga olgan suhbat o'makining Dohaga berishiga qo'shilganligi bildirilgan edi. Navbatda G'azzada 101 Isroiliyalik asirning borligi, bularning kam degandimi 3dan birining hayotidan ayrilganligi faraz qilinmoqda. Isroiliya bosh ministri Netanyahu Isroiliya va xalqaro jamiyat tarafidan siyosiy sabablar sababli Hamas bilan asir almashtirish kelishimi tuzmaslik bilan ayblanmoqda. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Inshaalloh atiki programmamizni ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.